bo'lsin. Mana shu sovg'ani mana ayamiz niyat qilib qo'ygan ekanlar. Mana shu sovg'alarni o'g'ilcha qabul qilib oling. O'zbekistonimizda 4 yilligidan shunday aytgan bo'lsa, 50 yilligida ham shu yigit shunday aytadi, xudo xolisa. Yurt uchun xizmat qilsin, o'zbek uchun xizmat qilsin, umri uzoq bo'lsin. Shu bolaga bitta qarsakinglarni aymaylar endi. Berardan qismasi, katta yigit bo'lsin. Avvalo ko'z tegmasin. Ko'z tegmasin. Rahmat o'g'lim, rahmat, katta yigit. Toshbolajon, marhamat, sozni oling. Armanım var bu dünyada, armanım var. Çiğdəlede utlaya bakın, urmanım var.